Assalomu alaykum, Tuline klinikamizda aziz kuzatuvchilari. Men Mahfuza Muhsinova, reproduktolog, akusher-ginekolog. Sizlarga bugun polip va miomalar to'g'risida gapirib o'taman. Bachadon polipi nima? Bachadon polipi bu bachadonda ichki endometriya qavatidan o'sadigan xavfsiz o'simta. Juda ko'pchilik qo'rqib ketishadi. Qo'rqmang aslo. Bu qachon sizga xalaqit beradi va qachon nimadan keyin kelib chiqadi? Odatda poliplar turli xil abortlardan keyin platsentarniy polip, ya'ni astatga qolib ketgan bo'lsa, o'sha joyda polip o'sib chiqishi mumkin va bu juda ham xavfli hisoblanadi. Ya'ni abortdan keyingi holat. Va keyingisi bu gormonal o'zgarish natijasida kelib chiqadigan poliplar bo'ladi. Bu polip ham bachadon ichki qavatida o'sadi va bu ham homiladorlik bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Va keyingisi bachadon og'zidan, ya'ni bachadon bo'ynidan o'sib chiqadigan poliplar hisoblanadi. Bu poliplar sizda homiladorlik bo'lishini umuman to'sqinlik qiladi, ya'ni homilador bo'lishingizga to'sqinlik qiladi. Bu nima sababdan? Xuddiki sizni ichingizda spiral turgandek, ya'ni bachadon ichki qavatida to'siq bor, bola o'rnashadigan joyda bola o'sa olmaydi, rivojlana olmaydi. Ovulyatsiya jarayoni sodir bo'ladi, xo'jayiningizning spermogrammasi yaxshi, naylaringiz o'tkazuvchanligi bor, lekin agar siz faqat tepadan abdominalniy UZI qildirayotgan bo'lsangiz, adashasiz, vaginalniy UZI qilib endometriyadagi polipni baholash kerak va buni eng zo'r mutaxassisgina sizga aniqlay oladi. Va sizda bachadon ichki qavatida o'choq, ya'ni polip aniqlandi. Bu qachon yana qayta ko'riladi? Siz hayzingizni o'sha tugagandan keyin 6-dan toki o'sha 10-kunigacha 6, 7, 8, 9-kunlari siz UZIga kelishingiz kerak va vaginalniy UZIda endometriya qavati juda ham qalin bo'lib ketmagan holatda biz polipga baho beramiz. Agar polip sizda o'sayotgan bo'lsa, qon tomirlar holati, ya'ni qon u bilan zo'r ta'minlanib, polipni o'suvchanligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bunda faqatgina sizga gistroskopiya usuli orqali oldirishni maslahat bergan bo'lardim. Ayrimlarimiz gistroskopiya emas, oddiygina abraziya orqali, ya'ni bachadonni ichiga hech qanday kamera orqali, operatsiya orqali kirilmasdan oddiy ichini tozalatib, aniqlab uni oldirishar ekan. Bu usul umuman noto'g'ri, chunki bachadonda endometriyning boshqa qavatlariga ham juda katta zarar yetadi. Siz tug'moqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz hayotingiz uchun ham bu juda xavfli hisoblanadi. Va shuning uchun gistroskopiya orqali polip olinadi va uni ECMO orqali tekshirib, gistolayk tekshiriladi va keyingi oyga siz bemalol homiladorlikka harakat qilsangiz bo'ladi. Agar polip oxirigacha olinmasa yoki yonida yana qolib ketsa, sizda yana o'sish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi mutaxassisga, ya'ni gistroskopist mutaxassisga murojaat qilganingiz yaxshi. Shu o'rinda mioma to'g'risida ma'lumot berib o'tsam, miomalar bachadon miometriya qavatidan o'sadigan xavfsiz o'simta. Bu xavfsiz o'simta deyilganiga sabab bu hech qachon rakka aylanmaydi. Siz o'zingizga qarab doimiy davolanib yursangizgina. Va miomaning 3 ta turi bor. Oddiygina aytganimda, ya'ni bachadonda ichki qavatida o'suvchi, ya'ni endometriyaga o'suvchi, miometriyaning o'zida va miometriyaning tashqarisida o'suvchi mioma turlari bor. Bu mioma turlari qachon bizga xalal beradi? Qachonki o'sha ichki qavatida o'sgani, bachadonda endometriya qavatida bola o'rnashadi. Bola o'rnashadigan joyda mioma bor. Miomani tugunini ham xuddi shunaqa gistroskopiya usuli orqali olib tashlash shart. Bunda biz figo bo'yicha baho beramiz va gistroskopist mutaxassisga yuboramiz sizni. Va hayzingizni birinchi yarmida bo'lganingiz muhim, xuddi polipni aniqlagandek. Bunda biz miomani noshkasiga, qon tomiri holatiga, kapsulasiga e'tibor beramiz va mioma olingandan keyin homiladorlikda davom ettirsak, xudo xohlasa homilaga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi. Va ayrim holatda yana savol keladi, miomam bor, homiladorman, homilaga zarar yetmaydimi degan juda ko'p savollar ham bor. Aynan bizni patsientlar, bemorlarimiz orasida 4 ta, даже 6 tagacha mioma sanaganman va homiladorlik normal kechgan holatlar juda ham ko'p. Faqatgina uni biz kontrol ostida olib boramiz, homiladorlik nazoratini. Bu bachadonda ichki qavatida emas, mioma aynan musha qavatida yoki bachadonda tashqi qavatida joylashgan miomalar uchun taalluqli. Va miomani agar qon tomiri shu darajada ko'p ta'minlanmayotgan bo'lsa, mioma o'smayotgan bo'lsa, demak siz homiladorlikni davom ettirsangiz bo'ladi. Va miomani sizda agar bezovtalik bo'lmasa, sizda qon ketish yo'q, og'riqlar yo'q, mioma yiliga o'smayapti,
Bu holatlarda sizda mioma xalal bermasa, bunga biz tegmaymiz. Homiladorlik rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bemalol homiladorlikni ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Va bizda aynan shunaqa patsientlar borki, polipi bor, bir necha yillik bepushtlik, hammasi joyida bo'lishi mumkin ayrim holatda, lekin ayrimlarda bu holat bo'lmasligi mumkin. Agar eko xohlab kelishgan bo'lsa, bemorlarning orasida polipim bor, avval polipni oldiraman, keyin eko qilinishi kerak ekan degan ayrim ayollarimiz kelishadi. Bu 100% noto'g'ri. Biz operatsiya sizni bachadoningizga, tuxumdonlaringizga tegmasdan oldin sizni tuxum hujayrangizni biz punksiya orqali terib olamiz va undan keyin taktika qilinadi. Ya'ni tuxum hujayralari terildi, embrion hosil qilindi, bachadonning ichiga bolajonimiz joylashishdan oldin gastroskopiya qilinadi-da va polip olinib, keyin hayzning ikkinchi fazasida bolajonimiz o'rnatiladi. Agar sizga ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda savollaringizni qoldirib, bizning internet sahifalarimizga hammasiga obuna bo'lib kuzatishda davom eting.